Xo'sh, yigit bordimi, ko'rdingmi? Ko'rdim oyijon. Yigit menga umuman yoqmadi. Voy, nega? Qani, o'tirchi, o'tir kel. Xo'sh, nimasi yoqmadi? Ha. Oyijon, qo'lida biron bir hunari yo'q. Hech qayerda ishlamas ekan. Men u bola bilan kelajagimni umuman tasavvur ham qila olmayman. U oilani qanaqa boqmoqchi, oyi? Latofat. Endi tanlashni yig'ishtir, qizim. Biz bugun sovchilarga rozi bo'ldik. Kechki payt onasi bilan ammasi kelar ekan. Keyingi oy to'y, xudo xolasa, bolam. Tayyorgarligini ko'raver to'yga. Nega qizingizni tushunmaysiz? Sizga aytayapman-ku, u bola bilan umuman kelajagimni ko'ra olmayapman. Qizim, kelajaging yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Aytayapman-ku, shu bilan o'zing eplarsan, ja bo'lmasa. Tortarsan bundoq. Oyi, men eplaydigan emas. Meni eplaydigan, oilani eplab boshqaradigan erkak kishi bo'lishini xohlayapman. Bo'ldi qizim, biz rozi bo'ldik. Endi bu yog'i taqdiring. Nima bo'lsa shu. To'yga tayyorgarlik ko'ravergin, bolam. Bo'ldi. Tolib aka, haligi bugun oyijon bilan mehmondorchilikka borar ekanmiz. Menga hozir kiyinib chiqing degandilar. Men kiyinib tayyor bo'ldim-u, lekin tilla taqinchog'imni topa olmayapman. Ko'rmadingizmi? Ne? Yaxshiroq ko'rgan. Turgandir bu joyda. Ishonasizmi? Hamma joyni qarab chiqdim, topa olmadim. Hech qayerda yo'q. Menga qara. Ha. Sichqon tortib ketmadimikin? Sichqon? Ha. Sichqonchi tilla narsalarga o'ch bo'ladi deb eshitganman. Biz uyimizda sichqon ko'p. Yo'q-e. Mayli, bo'lmasam qayerdandir chiqib qolar. Men oyijonni kuttirmay chiqa qolay unda. Xavotir olma, men ham qarab ko'raman. Xo'p, yaxshi. Sezmadi. Ish silliq bitdi. Endi trosni tuzukroq narxga sotsam, har bir qancha vaqt qo'limda pul bo'ladi.